Amerika Dövlət Məclisinin Xitay İşləri İcraiya Komiteti yangi dokladida Şərqi Türkistanda insoniyatga qarshi jinoyatlar, hatto texi irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida yangi isbotlar borligini aytdi. Xitay İşləri İcraiya Komiteti 14 yanvar kuni rasmiy e'lon qilgan dokladida Xitay hökumətinin Uyğur elida atalmış kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarni qurib, Uyg'urlarga sesimliq ziyonkashlik qilganligini qattiq ayblagan. Shundaqla yana Xitay Amerikada yashayotgan Uyg'urlarni parakana qildi deb tanqid qilgan. Amerika Dövlət Məclisidagi har ikki partiya a'zolaridan tashkillangan bu komitet dokladda yana Amerika hökumətidən darhol Uyg'ur elida vahshiylikning sodir qilinmaganligi to'g'risida qaror chiqarishni talab qilgan. Amerika hökuməti odatda bunday talabga 90 kun ichida javob berishi kerak ekan. Xitay İşləri İcraiya Komiteti raisi, Avam Palata a'zosi Jim Makrovin Xitay hökumətinin o'tgan bir yildagi kishilik huquq xotirasini kishini cho'chitadigan darajada va misli ko'rilmagan deb baholash bilan birga Amerika Dövlət Məclisidan va kelgusi Bayden hökumətidan Beyjingni javobgarlikka tortishni talab qilgan. Kanadaning Yer shari ishlari ministrligi va uning qarmog'idagi Kanada savdo xizmati komissariyati 12 yanvar savdo hujjati e'lon qilib, Kanadashirketlerini va paycheklarini Xitoyning Sharqi Turkistonga munosabatlik muassasalari bilan bo'lgan savdo aloqasida sezgur bo'lishini, bu o'rinlarning Uyg'ur majburiy emgakini ishlatayotgan bo'lishi mumkinligini ogohlantirib, bundaq o'rinlar bilan savdo aloqasi qilishning inovatga daxli yetkazadiganligi, uning qonuniy badli borligini bildirgan. Kanada Yer shari ishlari ministrligining hujjatida Uyg'ur va boshqa osonliq millatlar uchrayotgan dafsanchilikning keng ko'lamda tutqun qilish, keng ko'lamda bolalarni ota-onalaridan ayirib etish, diniy ibodat va madaniyat faoliyatlarini bostirish, majburiy emgakka silish, nishonliq bostirish va nazorat tadbirlarini yo'lga qo'yish, tug'mas qilish, tan jazosi va boshqa qo'pol muomala shakllarini o'z ichiga oladiganligi, majburiy emgakning butkul Xitoyga kengayganligi bildirilgan. 12 dekabr Angliya Xitoyning majburiy emgakiga qarshi yangi tadbirlarni e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Jang buni Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb atagan. Türkiyədə hakimiyyət beşidəki Adalet və Tərəqqiyat Partiyasının bayanatçısı Ömər Çelik Xitay bilan Türkiyə arasında imzalanğan və Uyğurlar arasında əndişə payda qılğan cinayətçilərini ötküzüb beriş kelişimi haqqında toxtaldı. Aq Partiya Mərkəzi İdarə Heyət əzaları yığınından keyin söz qılğan Ömər Çelik, bu biz nurgun dövlətlər bilan tüzgən adətki xalqara qanunlarga uyğun bir ötküzüb beriş kelişimi. 32 dövlət bilan bu xil kelişimimiz var. Parlament Türkiyədəki ən ali qarar çıxarğıcı orun. Onu Uyghur qarindoshlarımızga qarshi kelishim sifatida o'tirg'a qo'yish bakmi xato. Bu jinoyatchilarni o'tkazib berishga munosabatlik bir kelishim. Biz bu masalaga bo'lgan sezgurligimizni Xitoy bilan o'rtoqlashimiz dedi. Uyghur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız, görmezden gelmemiz ya da bununla ilgilenmiyormuşuz gibi bir tutum asla söz konusu değildir. Yana bir tarafdan Türkiye Demokratiya ve Bösüş Partiyasi Xitoy imzalagan ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ның tasdiqi bilan Türkiye Büyük Millet Meclisiga sunulishini saqlayotgan o'tkazib berish kelishimi haqida Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'dan 8 modellik savol so'radi. Mazkur partiyaning qonun ishlariga mas'ul muavin raisi Yanaroğlu payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Turkiyaning kishilik huquqi daxl taruz qilish xotirasi nachar bo'lgan Xitoy bilan tuzgan kelishimni tasdiqlashining Yevropa kishilik huquq ahdnomasidagi majburiyatlarga xiloflik qilganlik bo'ladiganligini o'tirib qo'ydi. Bu kelishimning Xitoy xalq qurultayida tasdiqlanishi Uyg'ur diasporasida andisha paydo qildi. Amerika Savdo Ministrligi Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligini aytib, Xitoy dövlətlik dengiz okean neft şirkiti va Xitoy şirkitini qaraatizimlikka kirgizganligini e'lon qildi. Amerika Savdo Ministrligi e'lon qilgan bayonotda har ikki shirkatning Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligi o'tirg'a qo'yildi. Bayonotda Xitoy dövlətlik dengiz okean neft şirkitining Xitoyning Janubiy dengizdagi qo'shinlarini qo'rqitishga yordam berganligi va Skyrizonning harbiy aeroplan motori qatorliq mahsulotlarni taraqqiy qildirish iqtidori borligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross Xitoyning Janubiy dengizdagi beparvolik va tajovuzchilik harakatlari va qurol-yarog' texnikasiga erishishdagi tajovuzchilik pozitsiyasining Amerika va xalqaro jamiyatning bexatarligiga tahdid elib keladiganligini bayon qildi.
Xitay raisi Şijinpىڭ Starbaks'ın yaqinqi yillarda buzilgan Amerika-Xitay munosabatining yaxshilanishiga yordam qilishni talab qildi. Şi Starbaks'ның pensiyaga chiqqan farzandi Howard Schultzga yozgan xatida mundaq degan: "Men Starbaks'ның Amerika bilan Xitay o'rtasidagi iqtisodiy, savdo va ikki taraflik munosabatni yaxshilash uchun aktiv kuch chiqarishini umid qilaman." Xinhua agentligi e'lon qilgan bu xat 6 yanvar yozilgan. Şijinpىڭ yana Xitay Starbakiss qatorliq şirketlerini yer shari taraqqiyot boshlig'i bilan ta'minlaydigan to'liq zamonaviy sotsialistik davlat qurish uchun yangi safarga otlandi degan.